şu ders kursniki başlanışı dep tushunsangiz bo'ldi. Biz kursniki bu dersniki asosliq maqsad nima desa, asosliq maqsad sizlarni kompyuterniki pen test plus bu kursning asosiy maqsad nima desa, o'quvchilarni kompyuterning pen test plus sertifikat examga tayyorlik qildirish va sizlarni pen tester bo'lish yo'liga qadam bosishga asos yaratish hamda. Bu examningki nusxasi PTO 03, ya'ni bu o'tgan yil 6-oyda yangiladi, ayni kirgizib, uningdan burungi ikkinchi nusxasi bilan 90% asosan o'xshab qoladi. Faqatla ba'zan bir mazmunlarni ilib etgan, ne mazmunlarni qo'shgan yangi mazmunlarni. Endi bu darsdan chiqqandan keyin nima ish qilsizlar? Ya men bu darsda bu imtihonni o'tgandan keyin nima ish bo'lmaydi desa, bu imtihonni o'tganda pen testerninki nimaligini tushuntiramiz. O'tgandan 1 soat tushuntirib o'tdik. Bu darsninki 5 modul, ya'ni 5 qism deb tushunsangiz bo'ldi. 5 qism. Birinchi qismida engagement management. Engagement degan, chunki bu pen testing xuddi boshqa birlarniki sistemasiga uningki bexatarligini tekshirish, uningki yuchuqini, ojizligini tekshirish, uningki ahvolini tekshirishga tushgandan keyin bu xuddi sizlar bir doktorxonaga kirsanglar, avval doktorga kirishdan burun sizlar bir narsa qo'l qo'ysizlar. Mening do'ram shu doktor meni kesilni ko'rsa bo'ladi, men shu doktor ishlama yoki operatsiya qilsa bo'ladi, balki operatsiya ba'zan ishlar bo'lib qolishi mumkin, shunga o'zimniki xohlagan bo'yicha qildim deb bu o'tirsida, endi doktor bilan bemor o'tirsida bir to'xtam kelishimdek bir narsa tuzildi. Bu birinchi qadam, asosiy jihatdan shu. Buningdagi maqsad nimasi? Buningdagi maqsad her iki tarafınki expectation, her iki taraf özününki karşı tarafı bo'lgan ümit arzusunu qabul qildigan darajada ikkilan bir yerga akildimdi. Doktorma o'zining butun kuchi bilan davolashga tirishadiganligi, bemorning butun kuchi bilan doktorga yordamlashadiganligi va uningga iqtisodiy pulni to'laydiganligi. Yoki bo'lmasa bekorlik bo'lsa bekorlik, yoki bo'lmasa doktorning talablarini o'rinlaydiganlik. Bu engagement management nihoyatda muhim. Bunu so'zlaymiz. Bizningki birinchi qadam so'zlaydiganimiz shu. Bu nazariyat jiqroq, buning amaliyot mashqi yo'q. Ammo bu nihoyatda muhim bir tushuncha. Bu tushunchaninki mazmuni nima desa, asosiyatdan bu sizlarni ham sizlar pen test qilmoqchi bo'lgan qarshi tarafninki menfaatini qo'g'dash uchun elib berilgan bir necha qadamlar bor. Bu qadamninki ilib borgan chog'da bu ishninki muvaffaqiyatli bo'lganligiga bo'lish ehtimolligi nihoyatda cho'ng bo'ldi. Bu faqatla shu pen test emas. Agar bu darsni yaxshi anglasanglar yoki avatib bergan materialni yaxshi ko'rsanglar, buni har qanday bir xizmatga, proyektga tatbiq qilsanglar, xizmatinglarda cho'ng yükselish, ya'ni unumli bo'lish ehtimoli bo'ldi. Chunki bizda endi bir ishlar qilgan chog'da ba'zan plansiz qilib qoladigan ishlar bo'ldi. Shuning uchun mushu buningda 5 bob. Birinchi qismda 5 bob bor, 5 bob, ya'ni 5 tema bor. Bu teminiki bir-birlab tushuntiramiz. Men inglizcha o'qiyman, inglizcha o'qib bo'lgandan keyin, chunki sizlarning o'qishinglar inglizcha bo'lishi kerak. Sizlarning tafakkuringlar inglizcha bo'lishi kerak. Men faqat nim qilmasangiz, sizlarningki, chunki bu yangi kasb bo'lgandan keyin sizlarning uyg'urish tafakkuringlarni biroz osonlashtirib inglizchaga yetkazib berish, ko'rgilik rol o'ynab beraman. Agar bu tushunchalarning hammasi inglizcha qabul qilmasanglar, ingliz nurg'un material o'qish to'g'ri keldi, ingliz so'zliklarni o'qish to'g'ri keldi. İngiliz devletlerinde İngiliz tili bilen 5-10 yıl hayat geçirip bazı tillarınki naytengi neçe ma'nilik bilip ondanki nis qila olaysizlar. Men bu yerda sizlarga bir shortcut deb qo'yamiz, qisqa yo'l.
qisqa yo'l orqali ba'zan bir mazmunlarni ulab berish. Masalan, non-disclosure agreement deyilgan bir narsa bor masalan. Misal alsak buni agar sizlar advokat bo'lmasanglar yoki to'xtam qo'l qo'yib boqmasanlar yoki yuqori darajalik ma'lum xizmatlarda bo'lib boqmagan bo'lsanglar, buningki nima ma'noligini bilmaysizlar. Agar bu ish bilan shug'ullanib boqmagan yoki to'xtam tuzish yoki shirkatningki negotiation deydi, bozorlik qilish ishlari qatnashib boqmaganlar ba'zan bir atalgılarını bilmeydim. Onun için Uygurca ba'zan bir atalgılarını bizim öyle kanun sahasında bulmagandikin Uygurca nah nimelerini çıkarıp bulmaslığı mümkün. Ama tırışımız hem de. Okay. Tamamlaştık. Engagement management. Engagement management şu işlerinki kanda ilip verilgan. Bunundaki 5 tim var. Ama aval şu pre-engagement. Yani pütüşten burun, deyişten burun neymiş kılımız? Toxtam tüzeşten burun. Qandaq işler var. Onun nimde düşünüş gerek. Diyen narsa andikin collaboration and communication activities. Okay, ondaq bolsa, ikinci qadan buldu ondas pütüşdük. Men pentest qılgan boldum, sizlar pentestga qo'shilgan boldinglar. Ondaq bolsa, işgəllənindeki oturusidagi ishlarni qanday hal qilamiz? Albatta, ishgələn bitishgandikin, bitishgan bu oturusda munosabat bo'ldi. Mamandaq bo'ldi, miyadim miyagicha agar bir chataq chiqsa qanday qilamiz? O'xshamagan ishlar qanday bo'ldi? Agar yangi narsalar bayqab qolsa qanday qilamiz? Yo'l ketib bir bitishib qolsa qanday hal qilamiz degandek. Andikin bu narsalar bilinib bo'lgandan compare contrast testing framework and methodologies. Undaq bo'lsa, sizlar deysizlar, masalan, okay, men sizga masalan bir uy yasab bering desam. Sizlar uyni shu chiqishni akaplam mandal uy deb yasamsizlar, avval bir uyninki xaritini sizib, miyada mandaq bo'ldi, avval uy bitirishdan burun xarit sizidi. Onun yollarını qılımız. Bu framework, andiki bunun usulları şu. Şuna ilqislar men qilib baqmagandan burun qanday qilma degan savolga buniki hammasining yo'llari shunday frameworklar yasalgan. Şuna ilq ansarib ketishning hojati yo'q. Bu frameworklarni tushundiramiz. Nim qilish jarayonida yo'liqqan masalalar bo'lsa buni ijirmiz. Andikin to'rtinchisida albatta sizlar test qilib bo'lgandan bir natija chiqadi. Bu natijani xaridorga qandoq yetkazamiz? Qaysi usul yetkazamiz? Xuddi hikoyadek uzun yozamdiq yoki bo'lmasa qisqa yozamdiq yoki qandoq qilgan chaqda eng unumli yozildi. Bu narsalarni o'rgatamiz. Buniki o'zinglarniki kasbidimi? Mush usulni qo'llansanglar yaxshi buldum. Andikin ma'va endi sizlarga bir ssenariyo deydi. Ssenariyo degani nima? Sizlarga rasmiy sizlarni bir ahvol ssenariyo degan bir sahnaga chiqarib qo'ysa, masalan, sizlarni sahnaga chiqiramiz endi. Sahnaga chiqarib men usul o'ynab bering deydi. Yoki bo'lmasa nutq so'zlab bering. Yoki bo'lmasa mishna bir ahvol bor. Mana sanda biz bir drama bor. Siz bir boshliqning rolini o'ynaysiz. Bu boshliqdan qildi, unda shu rolni o'ynab qanday olasiz deganda bir sizni bir rol qo'yishga, rolga sizga bir qalpoq keltirib, shu qalpoqni yoki bo'lmasa sizni bir jangal tashlasam qanday hayot qolasiz degandek bir ssenariyo berib sizga mishna ish bo'lsa qanday hal qilasiz degan narsalarni tushunamiz. Bundan tushundigan nurg'unlagan so'zliklar bor. Bularni so'zlab o'tamiz. Undaq bo'lsa, bizningki birinchi bo'lib so'zlaydiganimiz pre-engagement activities. Endi bu dastlabki birinchi qismdagi birinchi mazmuni. Pre-engagement activities. Abay degandek pre-engagement activities asosiyatan
ASICS Legal Scoping Authorization and Documentation. Bana qarasanglar bu tut nimani bildirdi. Mani manguzay animation slideshow from beginning. Okay. Pre-engagement. Ma ikki deb chiqib qapti u ilqi nim qiling ilqi cho'ng chatay qo'ning nim qilish jarayonida AI biroz ekspertlik bo'ldi. Legal, ASICS and the legal. Bunun ichida meyadan boshlashdan burun bir narsani tushuntirib qo'yay. ASICS bilan legal ikkisi ikki masala. Şoň boluq ethical hacker deydigan gap bor. Mesela ethical hackerlar hacker ikkisi ikki tushuncha. Buni bir tushuntirdik. Bu darsning asosanki yurk nima desa shu. Sizlar ethical hacker, ya'ni pen tester. Hacker yomon ishliq hacker, ethical hacker bu durust hacker deb men ilqi nimada hamda ilqi Uyg'urchada durust hacker deb oldim. ASIC bilan legal o'xshamaydi. Legal degan qonun. Shu davlatninki, shu rayonninki siz nerede yashayotgan bo'lsanglar, shu rayonninki kitob yozilgan qonuni bo'ldi. Bu qonunga xiloflik qilgan qanday odam jazolandi masalan. Endi ba'zan yerda ilqi bu ilqi qonun bilan masalan yomon ishlar bo'ldi masalan. Masalan qonun yo'q bir ishlar bo'ldi. Ama o ziyonli ishlar. Şuna bunu qilmaymiz deymiz mesela. Mesela bir kişiye ben alıp qarasam bu bir qanunsuz iş qilmagan bo'lim menden de. Men xizmatdeshimga yani. Men xizmatdeshim bilan yaxshi ko'rmadim yoki bo'lmasa bir gapini men menga yaxshi ko'rmaydigan gap bo'ldi. Men alıp qaradim. Bu bir qanunsuz iş emas. Qonunda biz sizga alıp qarasan qanunsuz bo'ldi degan gap emas. Ama bu ethics yani ahlak. Ahlak noktasından bu ahlaksızlık bo'ladi hamda. Xizmatdeshimizdan yoki boshqa bir yerda tonmagan odamga ahlaksızlık. Shu bu ikkisining farqi shu ethics. Qonun yo'q yerda, mesela qonun bo'lmasa, qanday harakat qilinish ethicsni aytdi. Bu asos jihatdan xizmat nimasiga ko'rdi hamda xizmat axloqi. Mesela shaxsiy axloq bo'ldi, xizmat axloqi bo'ldi. Shunga bu ikkisiniki cho'ng maqsadi shu. Farkı demek. Learning objectives and bu derste nim öğrenmesi what you will be able to do after this session. Bir, define penetration testing and explain its purpose within an organization's security program. Number two, identify key legal frameworks, federal laws, privacy regulation, and international considerations. Three, describe the critical documentation required before, during, and after pentest engagement. Number four, define scope, authorization, requirements, and in-scope versus out-of-scope assets. Versus degan gap, agar buni ko'rib bakmagan bo'lsanglar, inglizchada versus ga bilan degan gap. Versus deganki qisqartirilmasi VS deb oldi. Ma'no bilan Maşkisinin paqı degandek bak endi tushundirish bo'lardi bu. O'sha narsa ko'rsanglar, ikki narsani silishtiribdi deb qarasanglar bo'ldi. Okay. Number 5, outline the structure of a professional pen test report, including appendices. Bunun da şu birinci babda öğrendiğimiz şu. Mağu çoğun 5 mezmunun abay bırak bir görüp attık. Birinci define pen testing and explain its purpose. Yani birinci kısımdan birinci babda pen testing degen nima? Onun məqsədi nima? Məlum bir organization nisbətən nim faydası var? Nim üçün şirketler pul төлep pen testing ilip barıdı. Bundan zaten məqsəd nima? İkincisi identify key legal frameworks, federal laws, privacy regulation, international consideration. Bu degen gap, sizlar ma'lum bir şirketning sistemasiga pen test qilgan, hujum qilgan degan gap, shuningki ichidagi ojizliklarni qanday topgan chog'da albatta bu qonunga yotadigan ish.
Yani bu xuddi bizning uyga o'g'illik kirgandek qilishadi. Ammo ruxsatlik kirishadi bu. Siz bizning uyga mish uyamda bir o'ylam bir sinab baqsang bir o'g'ir kirisi qanday kirdi mish uyamni mish qulpini beketgandan bu qulpini ochamamdi sen bir sinab baqin. Sen açalsan başqa o'g'irlar açalaydi. Bundan sonra qulp yengishlatma. Degandeklar bir o'yinninki bexatarligi, shirkatninki shu cyber bexatarligini tekshirish uchun qonuniy framework, ya'ni qaysi qonun tushidi. Privacy albatta shaxsiyatga tegadigan shirkatlarning maxfiyatiga tegadigan bu andikin ba'zan xalqaroliq masala bor. Chunki bir davlatning qonuni ham bir davlatda ishlamaydi. Bir shaharning qonuni ham bir shaharda ishlamaydi. Qonun degan şu coğrafiyalik rayondaki hükümetninki başkuruş kurulması bağlılık. Şuna ştatlarının, şehirlerinin hatta kentlerinin ki bu kayıtları buldu. Şunun için bu nesnelerge dikkat kılış gerek. Üçüncüsüden dikin documentation required before, during, after. Yani bu neyden mühim. İş başlaştan bunu neymiş kılımız? Qanday dokumentlarga qo'l qo'yamiz, qanday dokumentlarni talab qilamiz, nimalarni talab qilamiz, undan keyin ish qilish jarayonida nimalarga diqqat qilamiz, qanday dokumentlarni bejiramiz, nimalarni qilamiz, ish tukkan chog'da-chu nimalarni qilamiz degan buni 3-chi qadamda ko'ramiz. 4-chi qadamda scope, authorization requirements and in scope versus out of scope. Yani scope degen dairesi. Men qaysi daireler iş kılımı. Bütün sistemin tekşiremdime yoki ma'lum bir department, yani ma'lum bir ishxonaniki yoki bütün ishxonaning yoki torbetler bor. Torbetlerning bu hammasi bu daire xuddi bir uyanglarda tekshirmoqchi bo'lsa, uyda 6 qiz uy bo'lsa, "Ma uyga kirsang bo'lmaydi, ammo boshqa uylarni tekshirib baqsang bo'ldi" deb qaysi uy kiris bo'ldi, qaysi nemish qilsa bo'ldi, qulib chaqsa bo'lamdi, deriz chaqsa bo'lamdi, chaqmasa bo'lamdi yoki bo'lmasa nemish qilsa bo'ldi degan narsalarni noatak endi qizish kerak. Chunki bu scope'dan in scope'la out of scope. Bu cho'qim qilg'ashlar hammasi in scope, ya'ni shu degan doiraning ichida bo'lishi kerak. Agar dairədən çıxıb qalsa şu. Dairədən çıxıb qalsa ikki xil ahvol yuz birisiga sizlarning vaqtinglar ketadi. Ilqi pul to'lamagan ishlarni qilib qolsizlar yoki bo'lmasa xaridorninki ilqi sistemaga norozilik kelib chiqishi mumkin. Shunga bu ishni qilishdan burun aniq qizish kerak. Mening qildigan ishim bir uy hesab berish. Uyninki 6 uy bo'ldi. Bir dona mutfaq yoki oshxonasi bo'ldi deb ish boshlab bo'lgandan keyin uyningiz qopib, shu yozda talada o'tirib bir choy ichadiganiga bir nima yasab bersang, ilqi ravaq yasab bersanglar desa, uning bo'lmaydi. Agar ravaq yasaymiz desa, uningga ortiq pul to'lish kerak yoki bo'lmasa planlab bo'lgan ishga ravaqni kirgizmasa, balkim butun sistemaga ta'sir etishi mumkin. Shuning uchun ravaq yasash bu yerdagi plandagi scope'dan yoki sizlar o'ylagan doiraning sirtida bo'ldi. Shuning uchun ish qilayotgan jarayonda peshtoq yasab biringlar yoki deriz miyadida mayoq yo'tkab biringlar deydigan ish bo'lib qolsa, buni cho'qim dokumentlashtirish kerak. Buni davomli so'zlaymiz shuningdan. Shu bu faqat define scope, ya'ni doirani belgilash. Nimalarni ruxsat elish kerak. Chunki har qo'l qo'yish kerak. Undan keyin eng oxirida bu ishlarni qilib bo'lgandan keyin sizlar xaridorga report yetkazsizlar. Ya'ni bu sistem manda sistem borki, bu sistemning ojizlik miyagi ma sistemning manda kirdik, manda chiqdik deb, undan keyin bunaga nisbatan bir remediation plan, ya'ni buni hal qilish taktikasi yoki planni yo'llab bersizlar. Bu eng oxiridagi report bo'lib chiqadi. 5 pentesterningki 5 qadami mushu endi. Bunda 5 qulonlarni o'z ichiga olsanglar shu esinglarda qoladi.
Unda qo'sam, davomliq mangayli. Okay. What is penetration testing? Unda qo'sa bu pen testing degan zodi nima? Pen testing deymiz, bu nima? Buni burungi darslarda o'tgan. Pen testing degan ethical hacking. Ya'ni qonunliq hack qilish. Bir sistemini qonunliq tekshirish. Qonunliq tekshirib, shu sistemininki kirish ehtimolligi, ojizligini tepib, shu ojizlikni yepish. Buniki kitobdagi nimasiga o'qisak, kitobdagi aniqlamasiga definition deydi. Proactive exercise that tests the strength of an organization's security defenses by simulating real-world attacks using the same tools and techniques an actual attacker would use. Buna bir mo'ji gap bormi? Aldirashadi buni. A proactive exercise deydi. Ya'ni proactive degan bir ish bo'lishdan burun ilib boradigan ish. Proactive degan, active degan, aktiv degan gap qo'yamdi men. Proactive degan bir ish yuz berishdan oldi degan gap. Ya'ni oldin qara. Bir organizationninki cyber bexatarlik to'sash qurilmasini, ya'ni defense degan shu mudofaa qurilmasini oldin ala tekshirish, uninki kuchliligini tekshirish. By qanday qilib tekshirdi? Simulating degan o'xshatish, ya'ni o'xshash ish qilish. Real world attacks. Ya'ni dunyoda rasmiy bo'layotgan hujum qurollaridan foydalanib, ya'ni tools texnical foydalanib actual attack ol. Ya'ni bir hacker hozir dunyodagi ishlatayotgan qurollar va nimalarning eng yaxshi, eng ilg'or qurollardan foydalanib shu nimaniki sistemaga, shirkatninki sistemasiga hujum qilish orqali uninki ojizligini tepib nim qilish, bayqash. Yani primary goal yani shirkatlar nima buni qildi? Bir mo'ch filg'ajlab, ya'ni assess effectiveness of existing security controls. Yani security sistemasiniki nimaninki security qurilmasininki önümlük bo'lish bo'lmayotganligini tekshirish. Masalan, men shirkatga masalan bir ishkidan soqchini qo'yib, unaga $1000 maosh berib, shu butun shirkatning atrofini qo'g'daysa deb men bir nima ilqi bir plan tuzdim hamda. Endi ketsa, u ishki soqchi uxlab qolsa, bu önümlük bo'lgan bo'ladi, bo'lmamdi. Önümlük bo'lmagan bo'ldi, uxlab qoldi. Bu asli bular uxlamay shu kecha o'g'oq turib atrof bo'layotgan ishlarni agar o'g'ri kirsa, nim bo'lsa, bular nim qilish kerakdi. Ammo shuniki shu existing security control degan security ilib berilgan, kontrol bilan nim o'xshamaydi. Bu kontrolni men burun biroz so'zlab o'tgan. Kontrol qilish Uyg'urchada boshqurish degan ma'noni bildirdi. Buningki turkcha ma'nosi mayadagi ma'nosiga nihoyatda yaqin keldi. Buni turklar nihoyatda yaxshi qabul qilgan. Kontrol qilish degan nima emas? Kontrol qilish degan ahvolni kuzatib, agar bir ilqi yaxshi bo'lmagan ahvol bo'lsa, uning nisbatan ma'lum harakat ilib berishni kontrol qilish deydi. Mesela men bir ishlayotgan vaqtimda, bir restoran ishlayotgan vaqtimda meniki ilqi shu restoran egisi, mening do'stimizdek bilib ishlayotibdi. Shunlar qaysar bilib mutfaqni kontrol qil deydi. Bu kontrol qilgani mutfaqni kontrol qilib baq deganimda. Bir ilqi oshxonni kontrol qil degan emas, sen oshxonni kirib tush tomoqqa nim tayyor bo'ldi, nim lozim, nim hammani bir tekshirib boqqin. Agar bir narsa kam bo'lsa, to'liqlab qo'ygan,
ishlab olsa to'liq bu kontrol shu kontrol security control degan kontrol qilish emas balki shu bexatarlikning butun munosabatlarni kuzatib agar egizpaslik bo'lsa bartaraf qilish identify potential entry points and weaknesses ya'ni bu sistemaga kirish ehtimolli bo'lgan nuqtalarni tepish ojizliklarni tepish evaluate incident detection and response capability agar ma'lum bir yuz bersa buni qandoq bayqaymiz agar bayqasak buni qandoq taqobil turmiz ya qandoq buniga respond buniga nim qilish respond qilish ya'ni bunga nisbatan og'zim gap kelmay qoldi response deganni javob qilish ya'ni bo'lmasa taqobil turish provide actionable remediation recommendation ya'ni bunaqa shu ishlarni qilib bo'lgandan keyin shu shirkatga bu ishlarni qandoq tuzitish to'g'risida bir planliq harakat qurilmasini ta'minlab berish asos jihatdan buni yig'incha qilsak pen testing degan nima desa shu real haqiqiy bo'layotgan hakerlik texnika va qurollarni foydalanib ma'lum bir shirkatniki bexatarlik qurilmasini tekshirib berish hujum qilish orqali uchurlarni o'g'irlab berish uchurlarni o'g'irlanmadi o'g'irlanmadi qanday ojizliklar va qanday kirdi qanday o'zgartish ehtimolligi bormi nima ojizliklar bor deganni qonunliq yo'l orqali tekshirib berish nima uchun buni qiladi shirkatlar o'ziniki sistemasning bexatar emasligini tekshirish uchun endi bu doktorlarga masalan har yilda bir qatam sizlar doktor berib tekshirib salomatligini tekshirsizlar deysizlar shunga o'xshashlar ish hamda doktor chaqamidi ammo men bir tekshirib boqay har yillik salomat qon ilib tekshirib yurkim so'qishi tomo so'qishi degandan bir tekshirib men bir raport chiqarib beray degandek qilishadi bir ish yuz berishdan burun proaktiv oldin ala bu ishlarni qilish orqali mish ishni qilmasa kep chiqadigan oqibatlarni oldin olish uchun bu ishni oldin ala qilish oldin ala deb tushunasiz oldin ala qilish ya'ni proaktiv degan oldin ala ilib berishni ko'rsatadi pen testingninki 5 qadim bo'ldi ya'ni 5 qo'lni 5 qo'lni qadim bo'ldi deb masalan mishniki necha qadim bo'ldi desanglar qo'linglarda 5 ni ko'z oldingga ko'rsang 5 qo'linglarni ko'z oldingga keltirsanglar shu pen testingniki yoki asqal hackerniki 5 qadim bo'ldi birinchi qadami planlash albatta planlab uniki nimasini bekitish doirasini ikkinchi qadamda information gathering uchur to'plash buni biz so'zlab o'tdik uchur to'plash deganda shu nishonga nisbatan ehtimolliq bor bo'lgan uchur bo'lgan barliq uchurlarni to'plash bu uchur to'plashniki usullarini biz shuning navbat kelgan chog'da ko'ramiz uchinchi qadamda vulnerability scanning ya'ni ojizliklarni skan qilish ya'ni bu resmiy qurollar orqali uchur to'plash bilan skan qilish ikki masala andan keyin bu mushadan yiqqan uchurlardan masalan yiqqan uchur bu ojizliklarni topgandan keyin bu ikkisini birlashtirib ikkisiniki nimasini foydalanib andan keyin bir qurol orqali attack exploits ya'ni hujum yoki ezish ilib berish biz 4-chi qadamda ikkisidan foydalangan uchurlarni 4-chi qadamda nima qilishimda ne olsanglar baş barmaqda masalan planlash bigiz barmaqda uchur egallash 3-chi barmaqda ojizlik uchur egallab ojizlik 4-chi barmoq hujum qilish 5-chi barmoq report chiqarish ya'ni communicate qilish xaridaga report yaratish shunga shu 5 qadam endi bu yerdagi masala eng burun
bu yerda tushunadigan masala ethics, legal compliance. Bu ish cho'qim qonun bo'yicha bo'lishi kerak. Agar bu qonun bo'yicha bo'lmasa, sizlar jinoyat o'tkazgan bo'lsizlar. Her bir devletninki, rayonninki o'xshamagan qonunlari bor. Bir shirkatninki yoki sistemaga qonunsiz hujum qilsa, uninki o'zgarishlik jazolari bo'ldi. Buningki nimalar bor? O'xshamagan davlat Amerikaga nisbatan Amerikada mesela federal, bu federal degan shtat, qaysi shtat bo'lishidan qat'iy nazar, bu bütün Amerika tavasiga nim qiladigan qonunlar. Bu qonun ichiga kirmaymiz, faqatla fraud access devices, computer fraud and authorized access, ya'ni ruxsatsiz kirish ko'rsatadi. Bu mayli hukumat sistemi bo'lsin, shaxsiy sistem bo'lsin, har ikkisiga e'tirof, har ikkisiga ma'lum. Anikin export control intrusion tools, ba'zan bir narsalarni eksport qilishga bo'lmaydi deb yozildi. Anikin bu xalqaroliq qoidalar. GDPR degan Yevropaniki qoidasi, qonuni, anikin NIST Directive, Amerikaniki EU. And privacy, AP Japan, Japannikiga, Kanadadaniki, yani bu davlatlar o'xshamagan Әмісі o'xshamagan ism qo'ydi. Bularning asosiyatdan 90% qismlari asosiyat o'xshab qoldi birisi-birisiga. Faqatla shu rayonning ichida o'xshamagan ba'zi nimalar bo'ldi. Buning ichida eng kuchlikligi, eng privacyga, shaxsiylikka ko'ngil bo'lgani Yevropaning GDPR. Bu naytenge Avrupa'nın shaxsiyligini saqlash uchun shirkatlar elib setish bo'lmaydi degan nayteng uchun qurilmasi bor. Bu Amerikaning asosi, Amerikaninki shu kompyuterga oid, shaxsiylikka oid, shaxsiy uchurga oid chiqargan qonunlar. Bu Health HIPAA. Bu hamda bemorlarninki maxfiyatligini saqlash qonuni. Agar siz doktor ko'rinsangiz, doktor sizningki uchuringiz, kasal tarixingiz, kasal diagnoz yoki nimasiga hammani cho'qim maxfiy saqlash kerak. Ma'lum bir buni setishga, almashtirishga, ruxsatingiz almashtirishga bo'lmaydi. Agar bir doktor sizningki diagnozni ma'lum bir yoki satsa yoki basa yoki o'g'irlansa, agar o'g'irlangan bo'lsa, masalan, bir doktorningki uchurlar o'g'irlangan bo'lsa, agar bu doktor yaxshi qaramagan bo'lsa, doktorga jazoga tortildi. PCI DDS, bu payment card industry, bu sizlar ma'lum nima ishlatsalar, hozir credit card, debit card degan kartni ishlatsalar, pul to'laydigan, naqd pul qilmay, bu kartlarniki o'z oldiga chiqargan ba'zan bir qoidalar bor. Bu asosiyatdan shu sizlar do'kon kirganda kart seriyasiga shu do'konning o'zi ga qartildi. Sizlar qartilgan narsa emas bu. Bu shu kart oldigan shirkatlar qartilgan. Bu odat normalda cho'ng franchise, masalan bir shaxsiy kichik do'konniki bunaqa talbi yo'q. Ammo agar sizlar cho'ng shirkatlar bor, masalan kiyim sotadigan, masalan bir kiyim sotadigan shirkat, masalan kunda net 100 ming xaridor bir qatimda shu shirkatni kiyim oldi. Agar bularning sistemasi yaxshi qo'dalmasa, credit card shirkatiga ziyon bo'ldi. Shuning uchun bular shu credit card oldigan shirkatlarga cho'qinmish qonun bo'ysunsa, qonun emas ma bir guideline. Bunu qonun qilib o'zgartimi, o'zgarmay bir tekshirib boqay. Endi Kaliforniyaning qonuni hamda, shtat qonuni. Bu Kaliforniyaning sirtidagilarga ishlamaydi. Masalan, men Virginiyada manga nisbatan bu shirkatlar men Kaliforniyaningki residency, ya'ni Kaliforniyaning fuqarolariga qo'dash uchun chiqarilgan Kaliforniyaniki. Bu New Yorkniki. Bu shtatlar o'z oldiga chiqaryapti, chunki davlatning o'zining bir tutash cho'ng hamma nim qilgan qonun bo'lmagandan keyin hamma shtatlar o'z oldiga chiqadi. Ani buning maqsad nima desa,
shu fuqarolarniki bexatarligini qo'g'dash uchun ba'zi shirkatlar pul topamiz deb xaridorlarniki yoki fuqarolarniki datasini yaxshi qo'g'dimsa hukumat uni jazolaydi. Shuning uchun shirkatlar shu jazodan qo'rqib, agar bu jazo bermagan bo'lsa hech kim buning haqi pul to'lab nima qilmaydi. Şirket şu cezalarda qo'rqib sizlarni hayır qilib, masalan sizlarga pul verib, men qonunning jazosiga uchirmay, sen kelib ojizlik bormi yo'qmi sen tepbagin, ojizlik bo'lsa men yamay. Chunki agar men yamamasam, agar bir hacker miyada bunda kirib, miyadagi uchurlarninki echkitib qolsa, mavu hukumatning qonuni meni jazolaydi. Shuning uchun men mushu hukumatning qonuniga xiloflik qilmasligim uchun sizni men pul verib to'xtam tuzib meningki shirkatimningki tor bexatarligini tekshirtman. Agar jazo bo'lmasa shirkatlar pul to'lab ba'zi shirkatlar qilgandan normal shirkatlar buniga jiq pul sarf qilmaydi. Bu yerdagi nayting ulaydigan nuqta shu, diqqat qilinglar. Bu ulaydigan nuqta shu. Agar bularga davlat yoki shirkatdan yoki shtatdan qonun xiloflik qilsa jazo bermaydigan ish bo'lib qolsa, shirkatlar cyber bexatarlikka bunday jiq pul xarjlamaydi. Chunki bu naytanga pul xarjlaydigan ish, pul topmaydi cyber bexatarlikka. Buningki pul xarjlaydigan bir kasb şirketler nisbeten. Şu an bu şirketler şu kanunga rioya qilish uchun sizlarni hayır qilib, şu acizlikni tepib, andiki yamaydi. Bunun abaqi ma dastlabkisi biraz chiroyli atalg'usi, ma ko'rganinglar, endi bo'yliqi kitobiy atalg'u miyadiki. Proactive exercise test structures of endi yaxshi shirkatlar bor albatta. Ammo ko'pincha cho'ng shirkatlar agar jazo bo'lmasa, unda bekil pul xarjlab qilib ketmaydi. Jazo bularni majburlaydi. Shuning uchun u chiroyli atalg'usi, satrak atalg'usi agar shu tayoq bo'lmasa, bular buni qilmaslik ehtimolligi naytang cho'ng. Pul ketadigan shu bo'lgan ekan. Okay. Ethical scenario and corporate policy. Bunun da sizlarni diqqat qildiganinglar asosiyatda nima desa, bir shtatda ishlagan qoida yana bir shtatda ishlamasligi mumkin. Shuning uchun sizlar mayli qaysi shtatda bo'linglar, masalan Kanada bilan Turkiya bilan Turkiya bir o'lka bilan yana bir o'lkaniki davlat qonuni boshqa, o'lka qonuni ayrılib bo'ldi. Shuning uchun ba'zi shirkatlarningki ikki tarmoqi bo'ldi masalan. Tarmoqi masalan bir New Yorkniki bir shirkatniki ya New York bir tarmoqi, masalan Los Angeles bir tarmoqi bo'lsa, masalan Istanbulda bir tarmoq bo'lsa, sizlar miyaga ishlatgan qonunni Istanbulda ishlatsangiz bo'lmaydi. Cho'qim Istanbuldagi shirkatniki nimasiga nim qilish uchun cho'qim shu Turkiyaningki nimasiga bu ish qilish kerak. Endi ba'zi shirkatlar bor, hammasi o'zining sistemi ichida qiliqliq. Shuning uchun agar bu Turkiyaning ichida tizimlatgan shirkat bo'lsa, cho'qim Turkiyaning qonuniga bu ish qilish kerak. Shuning uchun buningga nim qilishdan burun albatta bunga diqqat qilish kerak. Lekin cloud third party yani biz en mühim nimasi çoğum hakkında iş qilishdan bir hozir deymiz çoğum şu cloudniki ba'zan bir nimasi var. Ba'zan bir Amazon'niki ba'zan serverleri o'xshamagan geographic rayonlarda bo'ldi. Bularni çoğum bilish kerak. Lekin mesela ba'zi chog'da nim bo'ldi. Mesela şirketlerde yoki ma'lum bir nim qilishlarni ba'zilarning kompyuterlarda qonunsiz materiallar chiqib qilish ehtimolligi bo'ldi. Mesela child exploitation, mesela bolalarni ezib, bolalarni
nim qilgan kichik bolalarga oid qonunsiz narsalar, materiallar, jinoiy materiallar ko'rinib qolsa, buni cho'qim shu yerlik soqchiga report qilish kerak. Buni shirkatdan ruxsat olmaysizlar buningdan. Ma chiqib qoldi, ma qanday qilma emas. Bu qonunsiz narsalarni ko'rsanglar, cho'qim shu yerlik soqchi idorasi, yerlik hukumat organlariga cho'qim buni xabar qilish kerak. Bu nima emas, bu exception, buning ma bu shirkat mandati, pul verganti emas. Bu cho'qim shunday materiallar ko'rinsa, masalan, buni to'xtamda yozildi hamda. To'xtamda yozildi. Agar sening ichida bir qonunsiz narsani tip qolsam, buni biz nimaga e'lon qilish majburiyatimiz bor deb. Shuning uchun buni diqqat qilish kerak. Şirketninki datalarga, onunki şirketninki nimalarga qandaq policy'lari bor, qandaq qoidalari bor, bularga diqqat qilish kerak. Ethics framework ma bu hamda asos jihatdan bir necha xil narsalar bor hamda. Code of conduct bu hamda asos jihatdan bir ish qilishdan burun xizmat axloqlari. Bularning uzun narsalar asos jihatdan gapni yig'ib kelsak nima desa, adil bo'lish, rostchil bo'lish, andikin integrity, ya'ni sizlarning integrityning uyg'urchasi durust bo'lish. Shirkatninki maxfiyatlikni saqlash, shundaqda davlatninki, shtatning qonuniga rioya qilish. Agar sizlarniki kalanglarda o'tmagan yoki qonun narsa tushmagansa, advokat tutish, advokat. Endi cho'ng shirkatlarda bo'ladi, agar o'zinglar shaxsiy bir narsa qilmoqchi bo'lsanglar, advokat tutish orqali advokatlar bilan maslahatlashsanglar bo'ldi. Okay. Documentation elbette bu yerda elib berishdan burun, pentest qilishdan burun elib berilgan dokumentlarniki tizimlik endi. Qanchalik IP'ni qilsalar, application, ularning systems nerdan nergacha hammani nimalarni test qilsalar, qandaq turbetlari bor, qandaq departmentlari bor, uningki qandaq serverlari bor, qandaq serverning IP adresining nimasi, agar web application test qilmas, qandaq web application qilmay degan narsalarni skopni endi nerdan nergacha degan narsalar aniq yozish kerak. Abay degandek, mana bir uy sapa debsa, qanday uy solma? 6 qizlik uy solma. Uyning cho'ng kichiligi bo'lish qanchalik bo'lish kerak? Nerdan nergacha bo'lish kerak? Narsalarni uydan bir sapasa, ma'qul deb so'rmaydi, uydan bir sapasak, u uy yarimay qolsa yoki ba'zan narsalarga xilof qilinsa, u chog'da chataq chiqadi. Shuning uchun har bir uyni qanday qilib keyin ketib biriblar mag'miya bir uy qo'shib bersa bo'lmaydi endi. Chunki bu skopda yo'q. Dastlabki plan yo'q. Endi qo'shsak bo'ladi, endi uningga cho'qim qo'shsa, cho'qim buningki har ikki taraf yana qaytadan yezish, to'xtam tuzish yoki to'xtamga nima kirgizish kerak endi. Bana Yes. bak. Andaki authorization cho'qim authorization'ni ilish kerak. Og'zi deb qo'ygan gapga yoki bo'lmasa ilqi nimaga, va'diga yoki email bilan qilsang bo'ldi deganga bo'lmaydi, chunki ba'zilarda emailni e'tirof qiladigan yerlar va qilmaydigan yerlar. Cho'qim written consent. Consent degan shu kishiningki bergan va'dasi. Cho'qim buni yozib qo'l qo'ygan shu shirkatningki ya qonunliq vakili yoki shuninga vakillik adami qo'l qo'ygan bo'lishi kerak. Agar mening og'inam bir kerak, meni qilib baqa qilib qo'ysam bo'pti ekan desa, unda qiz bo'lmaydi. Uning huquqi yo'q. Cho'qim shu shirkatningki vakili qo'l qo'ygan, qo'l qo'yishdan burun hech nima qilmaysizlar. Ba'zan bir tatliq so'z cho'chaklar so'z qilib, dollar urib, onda deb va ko'rib baqasiz
desa bo'lmaydi. Çoğum xatiş gerek. Yakında bir haberde gördüm. Bir şirket ikki dana işte pentas qilgan adamni nim qipti ilqi to'xtam tuzab ishiltib apti olgandan keyin bular bir sot sistemasi ekan. Bu sot sistemasininki physical ya'ni jismoniy bexatarlikni tekshirgan chog'da bular masalan bir nimaga bir sotning ishxonasiga masalan sotda masalan cho'ng sot zali bo'ldi-ku masalan. Bir yer kichik ofislar bo'ldi hamda. Bir yer kirdiganda bir eshik bor ekan hamda. Bu yerda eshik kirgan chog'da ma'lum bir adam kirib olsa, bu endi keyindan ilqi tekshirdi ana shunday bexatarlik bormi odamlar bilan masalan ma odam kirayotgan chog'da kirib ishga yipilay degan chog'da mavu ilqi tekshirib pen tester mavu. Shap kirib pitini qisiblam kiribdi bu. Kirgandan keyin ma odam buni bayqab qopti. Bayqagandan keyin bu mani shu yerdan qo'liga olibdi. Chunki maniki sotda ishlaydigan bir saqchi o'xshaydi. Shu yerdan bu ikki odamga ikkisini tutib shu yerdan buni sotninki ishxonasiga ruxsatsiz kirgan. Chunki mani oldida faqatlar ruxsatli odam kirdi deb xat yozilgan. Shundan bu yerdan bu qo'liga oldi buni. Qo'liga olgandan keyin bular deydi biz ruxsatlik. Biz mishna tekshirishga bizni yuqori sotdan ya'ni mavu bir shaharlik sotga mavu buni bir rayonlik ya'ni o'lkalik sotdan optikan ruxsatni. Shuningdek bu o'lkalik sotniki xiti biz shaharlikka boshqarish bo'landi, bo'lmamdi, buningki huquq yetmamdi, ma ishmiyadi qilib, ma shahar bilan ma o'lka ikkisi talash tortish qilgan gap. Talash tortish bu bitkicha ma ikkisi turmada yotgan gap endi. Ma ikkisi elbog'icha. Shuning uchun kin bu elblab ma bu o'lkalik hukumatniki maga buningki nimisini tasdiqlaganga huquq borligini tasdiqlandi degandan keyin andiki bularni ilqi qo'yib berib angacha ilqi bayil qilib ish qilib jiqavarishlik 6 oydan 8 oygacha ashta ish bo'lib ketgan gap. Bu xabarda yaqinda chiqdi. Demak, bu yerda ruxsat olish cho'qim konsept bo'lish kerak, cho'qim buni huquq bo'lish kerak. Shu ruxsat bergan odamniki ba'zi xabar qildi, ba'zi xabar qilmadi. Objective settings. Ya'ni oxirgi nishon nima, vaqt nima, milestone degan hamda mesela 6 oylik proyektmi yoki 3 oylik proyektmi boshlab qoldimda 1 yil suzutam nima yoki ichim pishqancha qilib vaqtim chiqqancha qilamdimi yoki har bir milestone'da bir cho'ng bir xulosani miyada mani bejarsak bizning birinchi qadamlik ishimiz bitgan bo'ldi. Andiki ikkinchi qadamga o'tamiz. Masalan, gather information qilib miyaga ketamiz. Andiki eng oxirgi bizningki nishon, goal yetish. Yani miles timeline degan miyadan miyagacha ketadigan vaqt endi. Cho'qim 6 oylikmi, 3 oylikmi cho'qim bekitish kerak buni. Beketmasak bu mangulik projekt aylanib qoldi. Ya bu tugmaydi, ya u ish tugmaydi. Goal oxirgi natija nima bo'lishi kerak deganda oxirgi natija report yozish kerak. Milestone har bir qadamdagi cho'ng natijalarni ko'rsatadi. Rules of engagement. Rules engagement degan bu xuddi o'zaro deyishib olganda ikkalan bir o'yin o'ynasak, o'yinniki bir nimasi bo'ldi endi. Qoidasi bo'ldi. Bu qonun emas. Bu bir qoida. Ikkalan bir nim qilsak, bir o'yin o'ynasak, cho'qim men bo'lgan sen mangsan, sen men bo'lgan men mangaman. Lekin mana shaxmatning bir qoidasi bo'ldi-ku endi. Engagement degan shu. Lekin xatlarni qanday almashtirib, email yozgan chog'da kimga yozamiz, widgetlar bo'lsa, email qilib avatamdiq yoki ma'lum bir yerga upload qilib, maxfiy haq ko'rmaydigan qanday avatimiz degan narsalarni butun shu aloq usul shu boshlanishdan tortib oyoqlanishga bo'lgan ishlarniki tartibini yozib chiqamiz endi. Risk assessment buni xatarliklar. Yani şu
ish yuz berib qolsa shirkatga qandaq ta'sir bo'ldi, buning xatiri qandaq, bu riskni ayrim ko'rimiz. Bu ayrim so'zlaymiz buni. Confidentiality agreement signed by all tester. Bu endi maxfiylikni saqlash to'xtamnomasi. Bu qonunliq dokument. Mavu qonunliq dokument. Bu endi dishivag'in gap mavu. Bunda o'zgartirish bo'ldi. Ammo confidentiality degan bu sotda nim bo'ldi. Qonunliq asos bo'ldi endi bu. To'xtamdek narsa. Chunki sizlar bir shirkatningki tasdiq qilgandan keyin bu shirkatning ichidagi ba'zan bir maxfiy narsalarni ko'rsizlar. Xalqlarniki ba'zi hujjatlarni. Shuning uchun bu yer ko'rgan narsalarning hammasi sirtqa chiqish deyish bo'lmaydi. Bu sizlar qoladi. Bu maxfiyatliklarni saqlash to'xtamnomasi deydi. Checklist qilishdan burun nimalarni diqqat qilish kerak, qandaq nimalarni, qandaq logolarni ishlatdi, qandaq qurollarni ishlatdi degan narsa, qandaq qurollarni ishlatamiz, nimalarni ishlatamiz, narsalarni ishlatamiz degan narsa hammamizni nima qilamiz. Endi bir necha qurollar bor. Buni ko'rib o'tamiz. Shu qurollar endi documentation tools. Ya'ni bu text file'da emas, maxsus mishni becerdigan dokumentlarniki saqlaydigan qurollar bu. Bunu ko'ramiz endi. Endi documentation screenshots, ya'ni hujjatlarniki ekranniki rasmlari, masalan o'tganda biz QuickTracks'ni nim qilgan chog'da, crack qilgan chog'da har bir qadamlarniki chiqqan natijalar, chiqqan masalan skan qilgan chiqqan natijalar, hujum qilgandan keyin chiqqan natijalarniki ekranlarni biz suratga olib, uni dokument shaklida saqlaymiz endi. Chunki uni ko'rsatish uchun, bir isbot sifatida ko'rsatish uchun. Scoping authorization abay deb o'tdik. Scopingni buning ichidagi eng muhimi endi authorization. Agar men muhim o'rin qo'ysa, men birinchi o'rinda turishi kerak. Scope of work. Bu ham o'zinglarningki foydasi bor, chunki sizlar pul to'lamaydigan ishni qilsangiz bo'lmaydi. Masalan, men undan IPni pentest qilib bermadi, to'xtam tuzib bo'lgandan keyin voy tuyuqsim, endi undanız chiqib qoldi demiş, xapamaymiz, nima qilib bersang desa no. Agar bunga uni qilib bersa, o chog'da bunga pul qo'shish kerak, yoki bo'lmasa pul qo'shish bilan birga buningki mavu scope of workni o'zgartirish kerak. Ma'niga ketish kerak. Ya'ni buni unti jigim bo'ldi deb cho'qim bunga ketish kerak. Mavu biz ağındachilik, tanishchilik degan narsa miyad bo'lmaydi. Tuqqunimti, tanishimti, ağınamti, abobti qilib qo'yay, men on degan bundalar qilib qo'ysam bo'ldi. Bir IP degan nimiti emas. Yes, bir IP degan bunda mans bo'ladi. Bu yerdagi masala process masalasi. Mas'uliyat masalasi. Dastlabda balki yaxshi ko'rinib, masalan, bo'pti, buni yordam qilib qo'yapti, unda deb qilgan bilan agar navada bir ish chiqib qolsa, sizlarning beshinglarga manim kelib qilish mumkin. Shuning uchun har bir skop naytek aniq bo'lish kerak, dish bo'lish kerak. Bizda ko'ngilchaklik bo'lmaydi bu yerda. Cho'qim hamma narsa nim bo'lish kerak. Yazma bo'lish kerak. Gapini yeni olib chiqadi. Rules of engagement, bular qanday ilib boramiz, proyektlarni qanday boramiz, vaqtlar qanday bo'ldi, soat necha ko'rishdi, qanday yig'inlar bo'ldi, yig'inlarning mazmuni qanday bo'ldi, non-disclosure agreement degan master service agreement, bular endi mavu eng cho'ng to'xtam mavu to'xtamning ichidagi ma'lum bir qismi endi. Master service agreement degan endi nim mulozimlik qilish. Endi keyin eng oxirida to'xtam tuzib bo'lgandan keyin permission letter, ya'ni sizlarga cho'qim bir nim qilish, ruxsat qilish xati chiqarib berdi. Pen test qilsang bo'ldi deb. Okay? Unda bo'lsa pen test overview.
Mava endi birinchi Abay söylediğindeki hulası endi bu. E, Executive summary and high level and fantastic degan reportninki endi report chizish. Reportninki bir necha qism bo'ldi endi. Eng reportninki sizlar men test qilib bo'ldinglar, ojizlik topib bo'ldinglar. Birinchi betida executive summary. Bu hamda şirketning boshliqlari mush pul tasdiqlaydiganlarniki kompyuter bilimi sizlarni o'ylagandek yuqori bo'lmaydi. Bularni ko'rdig'ini nomeri bilan pul bilan xizmat. Siz deysizlar shundan men port 80 ni skan qilgandim, uning HTTP barkin, HTTP ning nuqsmak undaq emas. Siz deysizlar sizlarning o'sha tor betini skan qilgandim, tor betida bundaq yuqori darajalik xatarlik barkin. Bu xatarlik agar hacker tarafidan exploit qilsa, shirkatga manchilik ziyon bo'ldi deb yuqori darajalik non-technical stakeholder sizlar gap qilgan chog'da o'xshamagan odam nisbatan o'xshamagan narsa yozildi. Shuning uchun bu yerda bu chog'da web man ojizlik borki, bu ojizlik bo'lsa manchilar bo'ladi. Port 80, TCP IP, IP adres degan narsa bu yerda bo'lmaydi. Andiki bu narsalar keyin andiki nurg'unlagan batlar bo'ldi. Eng oxirgi qismlarda andiki screenshotlarimiz tafsili bo'ldi, ammo executive summary'da asos tepilgan cho'ng xatarliklar, bu xatarninki xatari degan narsalar. Andiki buningda nima qanday qurollar ishlatdinglar, qanday ishlarni qildinglar, bularning hammasi yozildi endi. Naytang tafsili yozildi. Detailed finding ammo andiki tapqan ojizliklar, buningki darajasi yuqormi, tubanmi yoki kichikmi, cho'ngmi degan bu darajalarni orib biz bugun o'rgandigandik. Ba'zan xatarliklar naytanga yuqori darajali xatarliklar, ojizliklar bo'ldi. Buni ilqi darajaga oriydi. Masalan 10 bo'lsa, buningki ezishniki ehtimolligi 100%. Chuqur buningki chuqur internetda buning ezish qurollari bor, qurollar ishlanib 100% ijro bo'lingan bo'ldi. Critical level. Eksen saat demeye 8'den 9'ga çok kalsa bu high. Yani bu yukarı. Bunun ihtimalliğim var ama bunun biraz ilki nim ketidu. İlki ahvallar biraz ağır buldu. Ama maniki şirket ki boğan zihnimi naiten çoğun buldu. Attack narratives yani sizlerinki qadam qanday kirganliginglar, qanday chiqqanliginglar, nima ishlarni qilganliginglarni tafsili yozib chiqildi. Xuddi biz sizlarni report yozing dedik-ku, masalan, crop tracksni qilgan chog'da dastlab scan qildinglar, IPni topdinglar, IPdan andiki operating system topdinglar, operating systemdan uning ojizligini topdinglar, ojizligini masalan metasploit orqali ezgandan keyin sistemaga kirdinglar, rootga chiqdinglar, rootdan andiki sistemini qo'lga tushadinglar degandek bu qadamlarning hammani yezib mangamiz. Prioritize recommendation actions, patches, control, retesting. Yani bu chiqqandan keyin okey, unda qosmanda mana ojizlik qilib va keyin bularniki nim qilish nimsi manda yo'llar bor deb yozdigan gapimda. Mana misol qildi. Men pastda bo'lam, hozir chiqaman. Okay, hoş. Mana ma pentest report deb mani yozgan vaqtda bu reportni shu qarshi shirkatga sundigan report bu. Shuna bo'lgan chog'da boshda bundan nima tushuntirganimizda birinchi statda qilmavu. Masalan, kasbiy nima saviyada emas, hamda aşağıga tushunishli qilib tushuntirganmiz. Ammo 4-chi statlarga tafsili tushuntirmizmi? Shunaqanda.
Atekne mesela manda nişanı yattık diye mani kesbi seviye düşündürmüz mü bunu ya ki qanday report buldu bu amını şunaganda. Malum avazınız ben anladım mı Keldim ya? avazım. Endi geldi. Gepiniz to'g'ri. Birinchi qadamda odatda cho'ng boshliqlar ko'rdi buni endi. Chunki bularni pulni tasdiqlaydiganlar shu cho'ng boshliqlar. Shuni bularga ilqi mau masalan ilqi kalini ishlatdi, mana bular bu kalining borlig'ini bilmaydi. Bularga bularni ko'rdig'ini shu tijoratga nisbatan qanday ta'siri bor. Bu manga ziyan qilamdi, qancha ziyan qilsa qanchalik ziyan bo'ldi deganni ko'rdi bular. Bu CEO darajalik C-suite deymiz endi. C-suite degan CEO, CFO, CEO, CIO degan bular ko'rdi buni, reportni. Bularning asosiyatini ko'rdigini business impact. Ya'ni mening tijoratimga bu narsa qanchalik foyda ya ziyan qildi degan cho'ng shu topgan xatarliklarni bular birinchi executive summary qilamiz. Sinangda mandaq bir ojizlik borkin, vulnerability borkin, buni agar hakerlar ichib qolsa shirkatingga manchilik ziyon bo'ladi degan narsa miya kirdi. Andikin bular buni o'zing yozib oldingmi, jo'lib chiqdingmi, bunda qanday degandikin andikin 2, 3, 4, 10, 20 betlarga andikin manda qurollarni ishlatdik, bu qurollarni ishlatib mallarni topdik, buniki manda qurollarni ishlatib eng oxirida endi recommendation miyadmi high recommendations bo'ldi. Manda ajlatdik, buni mana to'sish kerak deb. Andikin oxirida buniki tafsiliy qadam soni. Birinchi qadamda manda biz tavsiya qilamiz deydigan narsalar chiqarib beriladi. Okay? Tushunchiq bo'ldimi? Okay. Okay, endi ma takeaway question deymiz. Endi mani o'zinglar bir o'qib, ne qilib baxsanglar bo'ldi. Endi bu yerda endi asosiyatdan shu men evet verdim o grup orqali. Şu anda savol javob aşağıda bir o'qinglar. Aşağıda o'qishlarni qo'llanmasi var, topshiriq bor. Men topshiriqni ayrim deb yozib evet bilmay degan bir ko'rib o'qib nim qilinglar. Aşağıda o'qisanglar nating tafsiliy yozilgan buning nimalarni contentni asas AI orqali generate qildim. O'qib chiqdim ammo nating yaxshi generate qildi. Nating oddiy tushunish qilib chiqarib beribdi. Uning asosidagi nazariya and kanallarda ilqi sizlarning farqinglar and pentester. Okay? Okay, unda savol